Kambag'al yigit boy insonning qizini qattiq sevib qoladi. Bir kuni yigit qizning qo'lini so'raydi, lekin boy qiz uni to'g'ridan-to'g'ri rad etadi va shunday deydi: "Sening bir oylik maoshing mening bir kunlik xarajatlarimga teng. Qanday qilib senga o'xshagan odamga turmushga chiqishim mumkin?" Bu uning qalbini og'ritadi va yigit qizni hech unuta olmaydi. 10 yildan so'ng ular tasodifan do'konda uchrashib qolishadi. Qiz yigitni taniydi va unga deydi: "Salom, shuncha vaqtdan keyin qandaysan? Bilishingni xohlardimki, men juda bir aqlli erkakka turmushga chiqdim. Uning oyligi $15,700. Sen bundan o'ta olarmiding?" Yigit bu alamli so'zlarni sevgan qizidan eshitib, o'z ko'z yoshlarini zo'rg'a tiyib tura oldi va hech nima demadi. Sal vaqt o'tib qizning eri keldi. Lekin qiz bir so'z aytishdan oldin uning eri haligi yigitni darrov tanidi va dedi: "Salom janob, xayrli kun. Mening ayolim bilan uchrashib qolibsiz." Keyin u odam xotiniga qaradi va dedi: "Azizim, senga mening boshlig'imni tanishtiray. U men ishlayotgan $100 million loyihaning egasi." Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta yurakcha qoldirib keting.